Agar siz 2026-yilda shunchaki ko'proq mehnat qilib yoki oddiygina Instagramdagi prodükat knopkasini bosib qo'yib yoki $100 mayda xizmatni sotib oyiga $10,000 topa olaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz allaqachon xato yo'ldasiz. Sababi bugungi bozorda ko'p mehnat qilgan emas, balki aqlli va tizimli qarorlarni qabul qilib ishlayotganlar YouTube'ga o'tdi. Agar siz ushbu videoni hozir o'zi to'xtatadigan bo'lsangiz, oylik daromadingiz 500 yoki $1000 atrofida qotib qolish xavfi juda ham yuqori. Lekin siz keyingi 15 daqiqada videoni diqqat bilan kuzatadigan bo'lsangiz, sohangizda, hayotingizda yoki biznesingizda sizga o'sishda yordam beradigan 8 ta instrumentni qo'lga kiritasiz. Birinchi instrument bu motivatsiya emas, tizimli intizom. Motivatsiya bu shunchaki o'tkinchi hissiyot hisoblanadi. Ba'zi frilanserlar, hattoki biznesmenlar ham aynan motivatsiyasi kelganida ishlaydi, ishiga e'tibor beradi, lekin motivatsiyasi yo'q payti bo'lsa to'xtab qolishadi. Eng kuchli mutaxassislar, biznesmenlar esa ular tizimli ravishda har kuni o'zini intizomi bor qilishi kerak bo'lgan ishlar bo'yicha. O'zingizga odat shakllantiring. Hissiyotlardan tashqari, ya'ni emotsiyadan tashqari ish ritmini hosil qiling. Sizni kayfiyatingiz bo'ladimi, bo'lmaydimi, kuniga qiladigan 3 ta asosiy vazifangiz bor. Aynan mana shu narsani o'zingizda shakllantiring. Natijaga emas, balki harakatlarga nisbatan intizomli bo'ling. Siz har kuni intizom bilan ishlaringizni yuritib keladigan bo'lsangiz, $10,000 bu sizni aynan mana shu harakatlaringizni mahsuli hisoblanadi. Ikkinchi instrument bu aniq fokus. Va asosiysi chalg'ituvchi omillardan voz kechish. Instrumentning mohiyati shundaki, siz bir vaqtda o'zida 5 xil biznes boshlash yoki o'sh bo'yicha 10 xil g'oyalar, 10 xil strategiyalar tuzib boshlash emas. Siz o'zingizni energiyangizni, e'tiboringizni faqatgina bittasiga sarflay olasiz. 10 tasiga sarflaydigan bo'lsangiz, 5 xil biznesga sarflaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan ana shu 10 xil g'oyada ham, 5 xil biznesda ham hech qaysi birida natijaga erisha olmaysiz. Chalg'ituvchi omillardan voz kechish deganda aynan yo'q deyish san'atini o'rganish ham o'z ichiga kirib ketadi. Sizni chalg'ituvchi suhbatlar, chalg'ituvchi uchrashuvlar, sizga doimiy daromad olib kelmaydigan narsalarni sinab ko'rishdan voz kechish, ularga yo'q deyishni o'rganishingiz kerak. Bundan tashqari, bu instrument o'z ichiga oladi deep work qilib ishlash. Ya'ni siz kompyuter qarshisida 10 soat o'tirganingizdan ko'ra, aynan ana shu 10 soatda qilishingiz mumkin bo'lgan ishni bor e'tiboringizni qaratib, chuqur ishlash, 3-4 soat mobaynida deep work qilish. Aynan mana shu deep workda siz boshqalar chalg'ib qiladigan 10 soatlik, 12 soatlik ishlarni 4 soatda qilishingiz mumkin. Uchinchi instrument bu tezkor start va perfeksionizmdan voz kechish. Muvaffaqiyatsiz insonlar ma'lum bir g'oyani o'ylab, uni ishga tushirgunicha uni mukammal qilishga harakat qilaverishadi. Lekin bu vaqt ichida natijador, samarasi baland insonlar tezda 24-48 soat ichida ana shu g'oyani ishga tushirib, xatolardan kelib chiqib tuzatishadi, xulosa chiqarishadi. Shuning uchun ba'zi holatlarda va aynan ko'p holatlarda perfeksionizmdan ko'ra tezkor qaror qabul qilish natija ko'proq olib keladi. To'rtinchi instrument bu yuqori qiymatli ko'nikmalar. Instrument mohiyati shundaki, $100 arzon xizmatingiz orqali $10,000 topish uchun siz 100 ta mijozga xizmat ko'rsatishingiz kerak, 100 ta sotuv qilishingiz kerak. Bu juda ham ko'p operatsion resurslar talab qiladi. Buni o'rniga siz mijozingizni eng katta og'rig'i, eng katta muammosiga yechim beruvchi yuqori qiymatli taklif tuzing. Va bu xizmatni siz $100 ga emas, $1000 ga soting. Aynan mana shu yuqori qiymatli xizmatlaringizni 10 ta insonga sotadigan bo'lsangiz, $10,000 topishingiz mumkin. 10 ta mijozdan $10,000 yaxshimi yoki 100 ta mijozdan $10,000 mi? Siz shunchaki vaqtimni sotyapman deb fikrlamang. Siz yechim sotyapsiz. Siz muammoni bartaraf qilyapsiz. Aynan mana shu tarzda fikrlaydigan bo'lsangiz, yuqori qiymatli takliflar tuzishingiz mumkin. Bu instrument o'z ichiga oladigan yana bir narsa bu muloqot va psixologiya. Aynan mana shu joyga chuqurlashishimiz kerak. Biz xizmatimizni qimmatroq sotayotganimizda bu yerda instrumentni qanchalik bilishimiz emas, balki mijozni ko'proq tinglashimiz, aynan ana shu muammosiga yetib borishimizga yordam beradi. Bundan tashqari, xizmatingizni doimiy ravishda mukammallashtiring. Siz qo'rqmasdan $1000 diyonlashingiz uchun bu yoq tarafdan xizmatingizga qo'shilayotgan qiymat, qirilib berilayotgan ishlar $1000 emas, balki $5000 ga arziydimi yoki yo'q. Mana shu narsani aniqlashtirib, qo'rqmasdan ana shunda $1000, $2000 narxlari qo'rqmasdan aytishingiz mumkin bo'ladi. 5-chi instrument sun'iy intellekt va avtomatlashtirish. Instrument mohiyati shundaki, 2026-yilda jadallik bilan rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri bu aynan sun'iy intellekt va avtomatizatsiya hisoblanadi. Yangi narsani o'rganishdan qo'rqmang, balki yangi narsani o'zingiz sohangizga tatbiq qiladigan bo'lsangiz, siz boshqalardan o'tib ketish ehtimolingiz ancha oshib ketadi. Aynan sizga sun'iy intellekt va avtomatizatsiya nimada yordam beradi deydigan bo'lsangiz, hozirgi paytda copywritingda, ssenariylar yozishda, kreativ tahlillarda juda ham qo'l kelyapti. Avtomatizatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, mijozga
berib turiladigan hisobotlarda ham aynan avtomatizatsiyasi juda ham yordam beradi. 6-instrument bu shaxsiy brend va ekspertlik magniti. Instrument mohiyati shundaki, hozirgi paytda xaridorlar xizmat yoki mahsulotni tanimagan biznesdan emas, balki tanigan, bilgan, qaysidir shaxsiy brendni yuritayotgan insondan yoki ekspertdan ko'proq xarid qilishadi. Aynan mana shu narsani o'zingizda rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Shaxsiy brendingizni yuritishingiz, кейslaringizni, o'xshayotgan ishlaringizni VSL tarzda, video sales letter, Reels tarzda yoki YouTube formatida joylab ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu instrument sizga mijozlar sizni izlab topib kelishlariga yordam beradi. Bu instrument o'z ichiga oladigan ikkita jihat ham mavjud. Birinchisi bu omma oldida bemalol gapira olish, fikringizni to'liq va ravon yetkazib bera olish. Bu aynan sizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Ikkinchisi samimiy va halollik. Ya'ni siz Instagram yoki YouTube'da chiqib olib qaysidir obrazda gapiradigan bo'lsangiz, ertami kechmi bu obraz sinib ketadi yoki aynan mana shu obraz sizga demotivatsiya beradi, yana qayta mana shu niqobni taqishga. 7-instrument bu moliyaviy intizom va qayta sarmoya. Bu instrumentning mohiyati shundaki, ba'zi bizneslar juda tez rivojlanadi, ba'zilari to'xtab turadi. Farq nimada deydigan bo'lsangiz, birinchi biznes tez rivojlanayotgani o'zidan kelayotgan daromadni qayta sarmoya, ya'ni reinvestitsiya qiladi. Bu nafaqat bizneslarga tegishli, balki mutaxassislarga ham tegishli. Siz qaysidir sohada topayotgan daromadingizni reinvestitsiya qilib, o'zingizga qayta sarmoya qilib, ya'ni ko'proq bilim olishga harakat qiling. Ko'p mutaxassislar qiladigan birinchi xatosi bu birinchi topgan daromadiga tezda maqtanish uchun nimalar sotib olishga harakat qilishadi. Rassrochkaga telefon, rassrochkaga mashina yoki MacBooklar olishga harakat qiladi. Siz topayotgan daromadingizni passiv narsaga ketkazayotgan bo'lsangiz, bu degani siz daromadingiz o'sib boryapti degani emas. Undan ko'ra sizga daromadingizni oshirishda yordam beradigan narsalarga ketkazishingiz kerak. Eng to'g'ri yo'llardan bittasi bu bilimga, ya'ni o'zingizga qayta sarmoya, o'zingizning bilimingizga qayta sarmoya. Bundan tashqari, bu instrument o'z ichiga oladi. Siz aynan mana shu daromad topishni boshlaganingizdan keyin o'zingizni moliyaviy xavfsizlik yostiqchangizni tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, hozirgi paytda mana hozir savol bering, mana hozir javob bering. Siz hozir daromad olib kelayotgan loyihangiz ketib qoladigan bo'lsa, siz hozirda hayot tarzingiz o'zgarmasdan qancha muddat yashay olasiz? 3 oy, 6 oy, 1 yil. Agar siz 3 oydan kam javob beradigan bo'lsangiz, demak sizda moliyaviy yostiqcha yo'q. Aynan mana shu narsani siz o'zingizda ko'nikma sifatida ishlatishingiz kerak. 8-instrument. 8-instrument bu maktablashtirish jarayonida eng kerak bo'ladigan instrument, bu tizimlashtirish. Agar sizda hozir agentство bo'ladigan bo'lsa, agentstvoga 1 hafta kelmasangiz, ishingiz xuddi shu tarzda davom etadimi yoki yo'q? Agar javobingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz to'g'ri tizimlashtirmagan bo'lasiz. Siz agentvingizda yoki jamoangizda hamma ishlar sizga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, siz noto'g'ri tizimlashtirgan bo'lasiz yoki umuman tizimlashtirmagan bo'lasiz. Siz ham ishlaydigan tizim qurishga harakat qiling. Aynan mana shu 8-instrumentni siz o'zingiz sohangizda qo'llab, tasodifga tayanmasdan tizimli ravishda $10,000 daromadga, balki undan-da yuqoriroq summaga chiqishingiz mumkin. Aynan mana shu summaga yoki yuqoriroq summaga targetingda mana shu instrumentlarni qo'llab chiqmoqchiman, lekin menga mentor kerak deydigan bo'lsangiz, mana o'zimning shogirdlik dasturim, ya'ni mentorство kurslarim mavjud. Bu dasturga biz $1,000, $1,500, $2,000 daromadga chiqib, mana shu summada qotib qolganlarga taklif qilamiz aynan mana shu dasturni. Sababi bu dastur orqali siz jamoat tuzish va mijozlar bilan to'g'ri kelishish, qimmat mijozlarni qayerdan topish mumkinligi va ularga qanaqa taklif berish mumkinligini to'liq o'rganishingiz mumkin. Agar siz ham aynan mana shu shogirdlik dasturiga qiziqadigan bo'lsangiz, pastda havola qoldiramiz. Havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.